Assalomu alaykum, Makon Chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, agugi ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Dehqonobod Marhamat mol bozorimizdan bo'g'oz sigirlar arzon qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishni oldin kanalga like bosib qo'yinglar. Usta nechga bermadingiz buni? 26 ya. Necha oylik ekan bu? 7 oy. 7 oylik bo'g'oz 26 million so'mga berilmoqda jigarlar. Bo'g'oz molimiz xudo xolasa birinchisiga bo'g'oz ekan mana. Bo'g'oz ishqibozlariga. Boyaga nech bilan bermadingiz bularni? Bularni jupiga baho qildim. Jupiga nech bilan bermadingiz? Jupiga 51 million 500 ga berdim. Necha oylikdan bular? Kuni qolgan. Kuni qolgan ikkovini ham. Bu ikki bu birda tug'adimi? Ikkovi ham bir ekan. Jigarlar mana 51 million so'mga ikkovi berilmoqda ekan. Jigarlar mana ikkovi ham birinchisini tug'ar ekan. Kurashlarga o'g'unachi mol qilaman degan obunachilarimizga mana jonivorlar kunligi qolgan ekan. Mana chiroyli chiqdi. Boyaga nech pul bermadingiz buni? Nech pul bermadingiz? Nech pul boqadingiz? 40 million necha oylik? 7 oylik bo'g'oz 40 million so'mga berilmayapti ekan. Jigarlar mana shu chiroyli molimiz xudo xolasa Marhamat mol bozorimizdan. Boyaga nech pul bermadingiz buni? Necha oylik? Kunligi qolgan ekan. Jigarlar 29 million so'mga berilmoqda ekan mana. Marhamat mol bozorimizda bo'g'oz sigirlarimiz, bitta bir jupi chiroylilar bor ekan. Boyaga nech pul bermadingiz bularni? U savdo qilishyapti. Nech puldan? Jupiga 57 million savdo bo'ldi. Necha oylik? Bunisi 2 kun 4 kunda tug'adi. Buchi? Bunisiga 1 oy. 1 oy bor, ha? Bu nechinchisi tug'adi? 3 mi? Ikkovida ham qonuniylar ikkinchisi. Ikkinchidan ekan. Jigarlar savdosi bo'layotgan 51 million so'm ma'noda ikkov molimiz berilmayapti ekan. Bunisiga 1 oylik, bunisiga kunlik qolgan ekan mana. Molimiz xudo xolasa chandiran ko'p qoldi mana. Savdosi rosa qizyapti. Qolib qoladi yo. Boyaga nech pul bermadingiz buni? Boyaga nech bilan bermadingiz bularni? 32 necha oylik bo'g'oz bular? Necha oylikdan usta bular? 4 oylik, 3 oylik kechki bo'g'oz ekan 32,5 million qilishibdi berilmoqda ekan xudo xolasa Marhamat mol bozorimizda.